Judayam chiroyli, mazali, yumshoqqina, kotletlari ham judayam sochniy bo'lgan burgerlarni uy sharoitida tayyorlashni o'rganamiz. Videomizni diqqat bilan kuzating, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bugun sizlar bilan juda mazali gamburger o'rganamiz. Bizga kerakli bo'lgan mahsulotlar un, sut, yog', suv, dro'jja, shakar va tuz, 2 dona tuxum sarig'i, 2 dona tuxum oqi, ya'ni tuxum oqidan sarig'ini ajratib olamiz. Tuxum sarig'ini gamburger bulochkasining ustiga surish uchun ishlatamiz qizlar. Chetga olib qo'yib turamiz. Demak, kerakli bo'lgan mahsulotlarni ketma-ketlikda idishga solib, yumshoqqina qo'lga yopishmas xamir qorib olamiz qizlar. Sut va suv qizlar qo'lni kuydirmaydigan darajada iliq holatda bo'lishi kerak. Ya'ni juda ham sovuq yoki juda ham qaynoq bo'lishi kerak emas. Shakar va tuzni solamiz. Dro'jjani solamiz. Mana sekin-sekin dro'jja o'zi erishib boshlaydi. Birozgina dro'jjani erib olishini kutamiz qizlar. Tuxum oqini soldik, yog'imizni biroz qismini solamiz. Qolganini xamirga oxirida ishlov berish uchun olib qo'yamiz. Unni solamiz qizlar va yumshoq xamir qorishni boshlaymiz. Qizlarjonlar, mana xamirni yaxshilab mushlab oldik. Shunaqa yumshoq qo'lga yopishadigan xamir bo'ladi. Hozir ustini yog'ladim xamirni, yaxshiroq, osonroq oshishi uchun. Oshirma xamirga iloji boricha ko'proq ishlov bersanglar, shunaqa elastikniy bo'lib, juda ham yaxshi oshib chiqadi. Idishni ham, xamirni ham ustini yog'lab, mana endi ustini strich paket yopib 40-45 daqiqaga oshirish uchun qo'yamiz qizlar. Qizlarjonlar, mana xamirimiz shunaqa zo'r oshib chiqqan. Endi xamirni zuvalalarga bo'lib olamiz qizlar. Qizlar, xamirni 80 grammdan zuvalaga bo'lib oldim. Sizlar xohishga qarab bundan kichikroq qilsanglar ham bo'ladi. Chiroyli qilib, zuvala qilib yasab olganimizdan keyin xamirni listga terib, yana 15 daqiqa oshirib olamiz qizlar. Qizlarjonlar, mana xamirimiz oshib chiqdi. Endi ustiga tuxum sarig'iga birozgina sut yoki suv qo'shib aralashtirib olib, bulochkalar ustidan surib chiqamiz qizlar. Bismillah. Ustidan kunjut sepib olamiz qizlar. Ana qizlarjonlar, endi 180-200 gradusda chiroyli qizarguncha pishirib olamiz. Mana qizlarjonlar, burger bulochkalar tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Shunaqa chiroyli, shunaqa yumshoq bo'lib pishib chiqqan. Buni qaranglar, qanaqa ranglari ham juda ham chiroyli chiqadi. Mana bosganingizda yana qaytib joyiga keladi. Qaranglar qanaqa yumshoq mana.
Burgerimiz uchun kotlet tayyorlab olamiz. Menda kurni kotlet, tovuqli kotlet tayyorlayman. Buning uchun tovuq grudinka qismi ozgina nonni suvga yuvib oldim. Sutga yuvib olsanglar ham bo'ladi. Baton non bo'lsa, undan ham yaxshi. Bir dona piyoz, tabga qarab ziravorlar, tuz, murch, zira xohishga qarab qo'shishingiz mumkin. Qaymoq qizlar va bir dona tuxum. Qizlar, bu mahsulotlarni hammasini bittada solib, yaxshilab chopper qilib, bir xil однородный massa bo'lguncha chopperda yaxshilab aralashtirib olamiz qizlar. Mana qizlar, bu massamizni chopper idishiga solib, bir xilda aralashguncha chopperlab olaman. Qizlarjonlar, mana qiymamiz tayyor bo'ldi. Endi qo'lni biroz suvlab, massani xohlasanglar tarozida o'lchab, bir xilda chiqishini xohlasanglar tarozida o'lchab 120 gram atrofida qiyma olib, o'lchasanglar bir xilda chiqadi. Kotlet massasiga shakl berib olamiz. Kotletlar uchun bu maxsus qoliplar bor. Qizlar, press qilinadi. O'zi bir tekisda chiroyli qilib beradi sizlarga. O'shanaqadan olsanglar bir xilda chiqadi kotletinglar. Kotletning kattaligini bulutkadan biroz kattaroq qilamiz, chunki pishgandan keyin kotlet yana ham kichrayadi. Pergament qog'oziga qo'yib, qizlar, bitta kotletlarni yasab olamiz va iloji bo'lsa 1-2 soatga morozovoga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Mana qizlar, shunaqa qilib kotletlarni tayyorlab olamiz. Qizlarjonlar, mana kotletlarni pishirib oldik. 10 ta kotlet chiqarsanglar bo'ladi. Qolganini boshqa litga solib duxovkaga solaman. Skоворodkada ozgina yog'da orqa oldini qizartirib oldik va duxovkaga qo'yaman qizlar. 10-15 minutga duxovkaga qo'yaman 180-200 gradusga. Kotletlar pishib tayyor bo'lishi bilan ustiga sir qo'yib, erigunicha duxovkaga qo'yib, kotletlarni burgerlarning orasiga bemalol qo'yib iste'mol qilishimiz mumkin. Bulutchkamizni o'rtasidan ikkiga bo'lib olib, qizdirilgan skоворodkada birozgina qizartirib olamiz. Ketchup va mayonezni aralashtirib olamiz. Tabga qarab garchitsa qo'shishingiz ham mumkin. Bu burgerimiz uchun ishlatiladigan sous. Bulutchkalarimizni ustiga sousni surib chiqamiz. Salat bargi va pomidorlarni ham qo'yib chiqamiz. Qizlarjonlar, mana kotletlar pishib chiqqandan so'ng ustiga sir qo'yamiz. Sir erigunicha duxovkaga qo'yib olamiz qizlar. Tayyor bo'lgan kotletlarimizni pomidor ustidan terib chiqamiz. Ustidan esa tuzlangan bodring bo'laklarini qo'yamiz. Ustidan xohishga qarab salat barglaridan terib chiqamiz va bulutchkamizni ustki qismini yopamiz. Judayam mazali, judayam yumshoqqina burgerlarimiz tayyor bo'ldi. Kotlet ham judayam sochli chiqadi.
Albatta, shu retsept asosida tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Videomiz sizlarga foydali bo'lsa, layk bosish yodingizdan chiqmasin. Telegram kanalimizga ham ulanib oling. Telegram kanalimiz linki video tagida yozib qoldirilgan. E'tiboringiz uchun tashakkur. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. Sizlarga cheksiz hurmat bilan Mahfuzaxon Rahimova.